ular qurbonlik qilib nazar berdi. Baytullohni aylanib tavob qildi. Mina va Arafatlarga chiqib chin ixlosi va ehtiromini bildirdi. Nurluq shahar deb ataladigan Madinaga berib, dunyo bo'yicha tunji masjid payg'ambar nomidagi Nabaviy masjidini tavob qildi va bu masjid ichidagi Riyodul Jannatda 2 rakat namoz o'qib, Rasulullohning haqqiga duo qildi. Ondan Jannatul Baqi qabristonligiga kelib, payg'ambarning bola chaqinlari va ayollari dafn qilingan bu tabarruk ziyoratgohni ziyorat qildi. Ular haj farzlarini ado qilish yo'lida ochliqqa, ufsizlikqa, erib charchashga chidadi. To'xtamay hamdu sano aytib, kalpuklar qurdi. Kech kunduz istiqomat qilib, rangillari sarg'aydi. Lekin buning hisobiga ularning ruhi poklanib, ixlosi, taqvodorlik kuchaydi, nurlandi. Bugun haj tavofning eng oxirgi kuni edi. Haram masjidining ichi yana bir qatam odam dengiziga aylandi. Baytullohning atrofiga to'plangan 60 mingdan ortiq odam vidolash tavobi qilish uchun davrab turibdi. Hammasi Allohu akbar degan yangroq sado va yurak-yuraklardan aytilib chiqayotgan yig'izlar bilan Kaibani davr qilib cho'rgilaydi. Hamdu sano aytadi. Shu turqida ular intayin adablik, yavash, itoatman bo'lib, yurish turishlari xuddi ular Allohning huzuri oldida turgandek shundoq royish va taqvodor edi. Hozir ularning hammasida haji qabul bo'lib, go'yo onasidan yumshagan bolaga o'xshash sabiylik, poklik tuyg'usi hukmron edi. O'g'lim, namozni obdan o'qilol, dedi Atxon Akbarga nasihat qilib. Endi bu yerdan ketish oldida turamiz. Haram sharafdagi bir vaqt namoz boshqa yerdagi 100 ming vaqt namozdan ulug'roq. Chunki yurtda ko'zimiz yetmaydigan qibla shu. Qiblaning o'ziga qarab namoz o'qib olsak, bu umrimizda unutilmas yodgor bo'lib qoladi. Atxon bugun rostida shunday qildi. Atdiganda kichikdan nashta qilib olgan odam kashkish tomoq yemay, usig'anda zamzam ichib Baytullohni cho'rgilab yurdi. Bu yerdan ayrilishni o'ylasa, yurak tortishgandek bo'lib, ko'ziga issiq yosh keladi. Shu turqida ruhi samoga ko'tarilgan bu odamlar ko'zlarini yumib, eg'ir sukut turib Allohga ibodat qiladi. Allah'ның özlerini bu muqaddas zamanға çağırıp haj tavaf qilg'izganligidan suyunatdi. Teşekkür eytatdi. Şu tapda özlerinin Hacı Haram degan xosiyatlik nom bilan boshqalardan imonda, e'tiqodda, hurmat va e'tiborda yuqori ekanliklaridan faxrlanadi, huzurlanadi. Zulhijja oyining 13-kunidan boshlab haj jiddiychiligi asta-asta pasaydi. Qaynın tashqinliq cho'mgan Makka shahrini o'z aksiga qaytib, cho'l darashga boshladi. Birer aydan beri butun shaharda shakllangan qaynoq, ko'rkam katta bozorlarni orqa-orqadan taqilib, xaridorlar bilan billa qayoqlarga durib g'oyib bo'lishga boshladi. Bu kunlarda Atxon bilan Akbarmi vatanga qaytishning taraddudiga tushdi. Lekin Atxonning yemidagi pul ko'p bo'lsa, Karachiga berib olishga orom yetadi. Taifga bir chiqib kirmasak bo'lmaydi, bolam, dedi Atxon bir kuni Akbarga. O yerda onangning Amuqojim deydigan bir shiram tuqquni bor. Bu kishi 1935-yili Hindiston orqali bu yerga kelib o'ltiraqlashib qoldi ekan. Uning xat xoltinlarini bergach, bir oz pul qarz olmasak yurtga ketolmaymiz. Taif degan na o'dida? So'radi Akbar tushunmay. Menmi bilmayman, bolam. Kishilarning aytishicha, osh Qoratog'ning ustida bir shahar bor ekan, dedi Atxon yiroqdagi bir tog' tarafni ishorat qilib. U yerni bak chiroyli, salqin deydi.
Lekin u yerga udul kelgan odamni chiqarmaydi ekan. Yo'l xiti lozim ekan. Men hozir shu yo'l xitining ko'yida yuribman. Lekin Atxon Taifga chiqishning yo'l xitini topqichi orliqda Makkani ansiz bir xabar qoplab ketdi. Şinjanning yo'li taqilibdi. U yerga Ozodlik armiya kommunistik partiya deydigan odamlar kelib hukmronlik qilib etibdi. Bu xabarning orqasidan yana xuddi eg'izdan eg'izga ko'ssa, yingni tuvriki aylanadi degandek chet elga chiqqanlar qaytib kelsa, sotlanadigan, jazolanadigan deydigan quyruq cho'rgishlarmi bor edi. Nereden chiqqanligini belgili bo'lmaydigan bu shum xabar hash-pash degicha Makka Madinaning bo'lim pushqaqlargacha gurrida tarqab, kishilarni vahimaga selib etdi. Hash xushalliq bilan ko'ngli echilib, jismi yangib, yurtqa yangi odam qiyofatida berishga tayyorlanayotgan bu odamlarning barliq planlari ostin ustin bo'lib, yurkidagi yurt sevgisini, sevinishini va visol tashnaligini texim kuchaytirdi. Bu xabarni anglagan Atxon 2-3 kungacha jimib shuklab ketdi. Chiroyidimi burunqi xushalliq va hayajonlarning iznasi qolmagan edi. U xuddi egiz va cho'nqur bir hangning leviga kelib qolgan, ya oldiga ya orqaga qaytolmay umidsizdek kutishgan odamdek ochiq va murakkab hissiyot ichida edi. Atxon bu yerda qilishni azaldan xiyoliga keltirib baxmagan edi. Uning turmushi, o'tmishi va kelajagi yurtda edi. Yurtdan ayrilish Atxon uchun hayotidan ayrilish bilan barobar edi. Mubada olimadiz bu yerda qilishga to'g'ri kelsa qanday qilg'uliq? Uning hammadan bekdeshini qotirgan masala mana shu edi. Atxon quruq qo'l bilan ikki jon odamning bu yerda tirikchilik qilib ketalishiga ishonmaydi. Savdo, pul, raqobat qoplagan bu shafqatsiz dunyoda quruq qo'l hayot kechirish ta'sidi. Odam butun umrini xo'rliq, yo'qsullik ichida azob bilan o'tkazishi turgan gap edi. U o'zini emas, Akbarni ko'proq o'ylaydi. Ter pishib yetilmagan pok, sabiy bir bolaning bunday kunlarga kelishini hargizmi xohlamaydi. Bu kunlarda Akbarning ahvoli dadasidan battar edi. U qaytish kunlarining tezroq kelishini to'rt ko'z bilan kutgan edi. Akbar yurtini, onasini, qarindoshlarini bak sevgan edi. Sevginishdan har kuni tushida shularni ko'ratdi. U onasini har bir aslaganda ko'zlariga yosh kelib, yuragi par-par bo'lib ketadi. Chunki Akbar toki mush safarga otlang'uchi bo'lgan orliqda onasidan, uning tatliq hididan, illiq quchqidan, onalik mehri to'lgan otash bag'ridan bir daqiqami ayrilib baxmagan edi. Akbar onasini birdan ko'rmasa, xuddi bu vaqtlardek qo'ng'irab, uning hidini hidlab izlaydi. Quchqiga bosh qo'yib eg'inaydi. Ana Akbarning xushalliqi, baxti va butun asli vasli edi. "Dada," dedi u bir kuni kashda ko'ziga liqqida yosh elib. "Rostulli qaytolmay qolamizmi? Men bek sig'inib ketdim dada. Bek sig'indim." Atxonning ko'ngli yerim bo'ldi. Lekin u tamkinlik bilan o'zini tutib olib, bolasiga tasalli berdi. "Bandagi tez tuyulgan ish Allohga oson o'g'lim. Ko'nglingni yerim qilma. Har qanday vaqtda kelmakning ketmiki, bermakning olmaqi bo'ladi. Biz qaytishning tayyorligini qilaveraylik. İsmail Hojining deyishcha 10 kunning oldida Pokistonga ketganlar bor ekan. Shulardan jazman aniq javob bo'ladi. Bir necha kun sabr qilib turaylik. Xudoyim yo'l beradi bolam." Bir necha kun o'tib ketdi. Bu kunlar Atxon bilan Akbarga shundoq uzoq, zerikishlik ham azobli tuyuldi.
kutish ichidagi dilg'unlik ichidagi umid va umid ichidagi ansizlik ularning ko'ngil aromini buzib taqozo qiladi. Ular kutgan kun oxiri yetib keldi. Xabar burunqidan qo'rqinchli ham rost edi. Pokistonga ketganlarning bir nechasi yo'lning taqalganligi sababidan qayta Makkaga yenib kelgan edi. Shuning bilan ularning ko'nglidagi eng oxirgi umidlarmi judun so'qqan bahor chechkidek taraflarga to'zib ketdi. Go'zal va yaqinlik tasavvur peti chiqardi. Rahimsiz reallik o'zining kutilmagan shafqatsizligini ko'rsatdi. Ah Xudo, nima qilasan? Bizga hech kim og'rimamdi. Bu zodi qanday judolik? Akbarning qalbida ajoyib ochiq bir tuyg'u uyg'ondi. O beshini ko'tarib sharq tarafga qarab edi, yuragi esaldi. Ayrilish. Mangu ayrilish degan shumudu? deb o'yladi u hasrat bilan. Biz endi yurtga qayta olmamdik. Onam bilan, urug' tuqqan do'st birodarlarim bilan ko'risholmamdiman. Bizning qirindoshlik rishtimiz endi mush yerda uzilib, shuncha yiroqda, hasratda, nadomatda ko'milib qolarmi? Ah Xudo, men qandoq bechora, bu zoti qandoq qismat. Akbarning ko'zlariga g'amladi yosh keldi. Issiq yosh asta-asta lavlarini namdadi. O qurg'an tili bilan lavlarini yolib edi. Yosh shunchalik ochiq va so'g'uq bilandi. Endi Akbarning hayoti mangu mush otasimda bahorsiz, yomg'ir yeshinsiz, tomuz saratonda o'tarmi? Anglavatqaninglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 2-bob. Makkadagi musofirlik. Haram masjidiga yaqin yerdagi buovat bozorni Shubayka deb ataydi. Bu yer o'z vaqtida Muhammad payg'ambarning Makka mushriklari bilan g'azot qilgan jang maydoni bo'lg'ashqa, keyingilar nihoyat xosiyatli e'tibor yer qatorida xotirlaydi. Shinjongdan hajga chiqqan bir qism musofirlarning g'amxoni bo'lgan Otishrabot mana shu yerda edi. Qizil g'ishtdan qo'pirilib, o'g'isi tunki bilan qoplangan 3 qavatlik rangdor bu bino yiroqdilla ko'zga chiliqib turadi. Tehe yaqindala musofirlar bilan ovatlashib, kech-kunduz shavqin suran ichida qolgan, o'yg'oq turgan bu bino hozir mung'unib, o'ncharab qolgan edi. Nurg'un odamlar bu yerdan ketgan. Ba'zi Pokiston, ba'zi Turkiya, ba'zi Hindiston taraflarga hayotlik yo'li izlab qonqib chiqib ketgan edi. Bu yerda qolganlarning ba'zi Jidda, ba'zi Madina va ba'zisi Riyod taraflariga berib kelib tirikchilik yo'li izlab yurishadi. Atxon bilan Akbar bir necha kundan beri mushu binoning 2-qavatidagi kichikgina bir uydan sirtqa chiqmadi. Atxon bak kamsiz, mijozi chus bo'lib ketgan edi. Atxonning Taifdagi Hamu Qojim degan kishiga bog'lagan umidimi yo'qqa chiqdi. Surishtirish orqali u kishining 3 yil burun Makkadan 1400 kilometr yiroqlikdagi Al-Zahron degan neft shahriga ko'chib ketganligi aniqlandi. Bundaq üstülab kelgan o'ngsizlik, ko'ngilsizliklar Atxonni bir necha kun ichida boshqacha mijozli bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Kashkicha joy namoz ustidan tushmay, namoz o'qib, Qur'on yodlab o'tiradi. Qarmoqqa shundoq ko'ringan bilan amaliyotda u mush yo'l bilan ichidagi dard piroqni besib atadi. Shu kunlarda ishki o't yurt mehri bilan
tirikchilik vasvasasi o'ttirisida qolgan Atxon xuddi tugman toshlar orasidan ezilib chiqqan dondek oqibatga tushib qolgan edi. Bu kunlardagi Akbarning holi texmi echinishliq. U balog'atga yetmagan 10 yoshlik g'amsiz hayotida tunji qitimliq turmushning bundoq rahimsiz, ko'ngilsiz bo'ladiganligini bilib, ko'ngli bakmi ma'yuslik, umidsizlik ichida qolgan edi. Akbar onasini, ochisini, singlisini va texi o'zi ko'rib boqmagan bo'g'a qarindishini kecha-kunduz o'ylaydi. Vaqt uzargan sari ularning siyoqi uning ko'z oldida bir turib oyga, bir turib quyoshga o'xshab qoladi. Tutay desa tutolmaydi. To'g'risa ovozi yetmaydi. Ah ona, ah qarindoshlarim deb unsiz nido qiladi u hamisha. Sizlarni hada, kelinglar, men sizlarni baq-baq aytay. Sizlar hayotni illatib, kishiga orom bersizlar. Sizlar o'zinglarni hech nimasi yo'q kishilar deb hisoblasanglarmi, lekin men sizlarga aytsam, hamma narsa sizlar tarafda. Sizlarda qor bor, sizlarda yomg'ir bor. Sizlarda yeshillik, sizlarda bahor, sizlarda jannat. Akbarning nazarida Alloh birla jannatni yaratgan. U bo'lsa-mu, ona yurt, ona makon Qashqar edi. Demisimi, odamning qalbida yurt, vatan degan sezim bo'lmasa, hamma yerda o'xshashla puxra bo'lg'ili, yashig'ili bo'ladi. Lekin Akbarning sezim undoq emas edi. U o'z yurtini, vatanini qalbidagi quyosh, hayotlik manbasi, fani dunyodagi jannatul ma'va deb biladi. Chunki u yerda Akbarning hayotlik shomi yongan. Uni xoki tuproqdan oprida qilgan ona makonda Akbarning samimiy, soddidan ko'yimchan onasi. Illiq bir bag'rini tang yiqib chiqqan rishtis cho'nqur qarindoshlari. Kichkidan bir parcha nonni tang talishib yeb, o'z tanglarda billi suvga cho'milib, bahor kunlari billi laglak kuchirib, billi vallay to'lab cho'ng bo'lgan qadinas al-og'inalari qolgan. Akbarning xiyoliga hamisha osh sob va samimiy qalbdillar, ularning tinch, g'amsiz o'tayotgan shodmon hayoti keladi. Ota bola ikkaylarning Rabatdagi kichkina uyda eg'ir sukut va ruhiy besim bilan o'tayotgan ozodlik turmushi kutilmaganda yana bir qitim shiddatli zarbaga uchradi. Ish kichkina ehtiyotsizlikdan boshlanib, oxiri cho'ng da'volashga aylandi. Akbar tushlik tomoq tutish qilishning oldida bir kasam o'tinni koridorga elib chiqib, dastlab uni ushshaqladi. Keyin bir yarti ko'mirni kakining cho'ldisi bilan urib parchaladi. Bundaq ishlar haj jarayonida uy-uylarda bo'lib turgan edi. Hech kimning kori yo'q edi. Lekin bugun bu yerning Seyit Hoji ismli xo'jadori birinchi qavatdan paypaslab chiqib, Akbarga til soldi. "Ey, harom tomoq! Sen bu bilan o'rib aytamsan nima? Avval biror tol kesak qo'pirib berib, ondan o'rjimo." Akbar turib qoldi. Gap qilay desa, o'zidan cho'ng odamga yurib ketilmadi. Gap qilmay desa, u odamning og'zidan chiqayotgani til haqorat edi. Shu chaqda uydan Atxon chiqib qoldi. Uning qo'lida tasbih bor edi. Atxon Seyit Hojining ola taqil varqirgan ovozini anglab, nima shu ekanligini bilish uchun chiqqan edi. "Bu bachag'arlar ajabga to'g'ildi", dedi Seyit Hoji yana shu ochiq bilan zarda qilib. "Pul ber desa bir dochami yo'q deb, qishirning ko'tini tomga to'raydi." Bu so'z Atxonga qattiq tegdi. U o'zini xo'rlangandek, bo'za qilingandek bechora his qildi. Lekin Atxon shu topda peqir,
nativan holatda bo'lg'ashqa, tabiiy kang qo'rsaqligi va shukr qanoatchanligi bilan o'zini tutib olib, sipoyi holda mundoq dedi. Hojim, anglasam o'zlari Buxoro sharifda o'qitganlar. Qur'on Karimda musulmonlarga behuda til tekkizish gunoh deb ko'rsatilgan. O'zlaridek bir muhtaramning bilib turib gunoh yuklab olmasligini tavsiya qilaman. Nima? Seyit Hoji chiroyini purishtirib otxonga do'q qildi. Men tehe behuda til tekkizibdimanmi? Amsa quloqlarini do'qib anglab qo'ysizlar. Sening bu bolalari nimani ko'rib chapaqni ishtakchi biladigan. Şatarman ekan. Ötken yunlularını qalaymagan tüküp, əvrəzin gözü itib qoyubdu. Onu mən palan pul bilan xərclab oğlatdım. Yani tehi koridordan çırqını qalaymagan yetib, lampuçkini 2 qatım köydürüp etdi. Bunun qıma palan pul getdi. Əmdi kelib koridorda utu yeri, kömür çoqup, binağı ziyan selib atıdı. Moşundaq ketiverse, tam doğrusak ders ketmemdi. O ne? Seni tölemla? Kichikgina ish uchun bunchalar qoyimsizlar taqsir. Dedi Atxon yana shundoq eg'ir besiqliq bilan. Mening balam dapni elib dushanba qoqadigan undaq noloyiq bola emas. Kichiklikda baladan o'tgan bo'lsa mendan o'zir. Lekin men bu bolani ko'zimning qarchiqig'i dastib cho'ng qilgan juma. Azaldan o'zini xo'jayin, boshqalarni o'ziga ta'zim qilib qo'l bog'lab turadigan, hojatman deb qarab kelgan bu bag'irtash menimcha odam har qanday vaqtda boshqalarning o'ziga javob qilishini, o'zi bilan zakollashishini zodil yoqtirmaydi. Seyit Hoji buni o'ziga qilingan hurmatsizlik deb biladi. Shunga uning turibla ko'tmak saqli dirdiyib, yo'g'on, kelinsiz bast titrab ketdi. O qushnikidek sarg'ush ko'zlari bo'lsa, teximi surilib tus oldi. Shundoqmi tehi? Dedi Seyit Hoji o'zini bosolmay o'risiga tinib. Hem, kichikkin ishmish. Nimanda g'araz uqmaydigan odamsiz. Siz bolangizni ko'zingizga qarchiqqa dastib cho'ng qilgan bo'lsangiz, bizmi bu binoni beshimizni ko'tarib ushkun keldik. Sizga buning qadri bilinmagan bo'lsa, qani, yo'l bo'lsin. G'alda g'ashtingizni ko'tarib, boshqa yerga keting. Bu yer sizning bekorga yetaveradigan dadingizda qolgan ayvon saroy emas. Atxon o'zini shundoq tamkin, muloyim tutib turgan bo'lsa-mu, lekin Seyit Hojining keyingi gaplari uning jon-jonidan o'tib ketdi. Lekin u alam va xo'rliqdan bo'g'ilib, nima deyishini bilmay qoldi. Faqat og'zidan bu nima degan sapra odam bu? Ochiqqa ko'zining quyrug'idan ekan-ku degan so'zlar oralla chiqdi. Lekin dadasining bechora notamam qiyofati, ma'vu tangni qo'rsoq lumpa odamning yo'lsiz o'ktamligi Akbarni o'ti yirg'ida g'azablantirgan edi. U xuddi behuda o'q degib, g'ururi zaxmi yegan shir bolasidek yo'lqinib chiqib Seyit Hojiga hurpaydi. Akbar hozir hammadan mahrum bo'lgan tursa, yana nimadan qo'rqatdi? Bu sening dadanda qolgan ayvon saroymidi? Dedi u birdinni sallab. Bizga o'xshash musofir hojilar bo'lmagan bo'lsa, sen bu xalqning yurtida non deb yelamding? Yo'q, ko'zingda darhol yo'qolish. Dedi Seyit Hoji ba'ayni kaltak yegan g'unijindek chirqirab. Sen noinsoflarni endi bu yerda ko'rib ko'rsin. Seyit Hoji qandoqdir arabcha gaplar bilan bir narsalarni deb barqiradi. Hayal o'tmay ostinqi qavatdan kiyimlar ko'na, tutqo'llari maynab bir arab yugurib chiqdi. U mush yerning qora ishchisi edi. Seyit Hoji uningga og'zidan ko'pik chashirtib, qo'llarini shiltib turib bir narsalarni dedi. Akbar uning bu qora ishchiga o'zlarini qo'g'lab chiqirib etishni tapilayotganligini bildi. Dada, biz ketaylik. Dedi u Atxonning qo'lidan tortib. Yaxshi et, o'likini ko'rsatmaydi degan gap bor-ku. Biz bu yerdan tezroq ketaylik. Bo'ldi, bolam, biz ketaylik. Dedi Atxon darmoni uzilib. Akbar narsa keraklarini yig'ishtirdi. Ularning barliq besati bir xurjun bilan bir xaltaga saqdi. Ota bola ikkisi shularni ko'tirib, bir ko'zi oldida, bir ko'zi orqada Rabatdan chiqdi. Ular kun patqicha Makka ko'chalarini nishonsiz kezib yurdi.
her ikkisining kallasida endi nega berib, nada turish deydigan mavhum ayonchilik bir fikr hukmron edi. Bir chaqda Akbar chunqur ichki azob bilan: "Dada, uyga ketaylik," dedi. "Qaysi uyga balam?" Atxon hayronlikda o'g'liga qaradi. "O'zimizning uyiga-ku," dedi Akbar hayajonli ovozda. Atxon o'g'liga qaradi. Uning qop-qora tiniq ko'zlarida mung va hasrat, o'ncarab turgan sabiy chiroyidan umidsizlik va xomushlik chiqib turardi. Shu topda xo'rliq, musofirlik va miskinlikdan yurak puchilangan Akbarning kallasida makon sezimi yo'qolgan edi. O go'yo o'z yurtining biror bulung puchuqida ketayotgandek, yana ozroqmi mansa o'zining osh tunish mahallasiga, osh illiq uyiga yetib keladigandek tuyg'udi edi. "Bo'ldi balam, ko'nglingni yerim qilma," dedi Atxon o'g'lini bazlab. "Shahar olgan botir emas, ochiqni yengan botir debdikan. Ular bugun bizni bo'zakatdi. Fani olamda so'rqi bo'lmagan bilan boqiy olamda so'rqi bo'ladi. Bizning mo egimiz bor. Xudoyim o'likni ko'rsiz, tirikni o'ysiz qo'ymaydi balam." Lekin ular shu topda o'ysiz edi. Nega berib, nada turishni, bugungi va buningdan keyingi kechalarni qandoq o'tkazishni bilmaydi. Cheki yo'q sarson sargardonlik turmush Makka ko'chalarida yana boshlandi. Atxon bilan Akbarning hayoti muqimsiz to'lqin ichida o'tishga boshladi. Bu to'lqin ularni uzluksiz turda u yoqdan bu yoqqa ittirib turardi. Ular bir haftadan beri haramni makon qildi. Odamlar uzilmay kirib chiqib turadigan bu katta jami kunduzi ularning namoz o'qib istiqomat qiladigan, kechasi bir necha soat uxlab orom oladigan g'amxona bo'lib qoldi. Ular kunduzlari kishilarga oralashib Baytulloh bilan Safa Marva atrofida namozxonlik qilib yurishdi. Kech kirib ko'z bog'langanda bo'lsa, jamining ikkinchi qavatiga chiqadigan tosh pallanpayning ostidagi bo'sh o'ringa g'ibbiga kirib oladi va daq yerga maydisini yiqib, uzun chaponlarning yerimini ko'rpa, yerimini yo'tqon qilganicha bir necha soat g'eriblik uyqusini uxlab oladi. Agar ularning bu yerda yetayotganligini masjiddagi og'vat joribkashlar bilib qolsa, hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Shunga ular amal bar, ularning ko'zidan yiroq yuratdi. Yotgan yerini texni maxfiy tutdi. Bu kunlarda ular yo'qsizlik, g'eriblik va musofirlik dardida bakmo dedi qolib ketdi. Atxon zodila sirtga chiqmaydi. Akbar ba'zida bozordan, ba'zida misrliklar solgan Tahi Misriya degan xonaqodan ancha-muncha non po'shkal, sut tetiq degandek narsalarni tepkilib, dadasining holidan xabar oladi. Bir kuni u dadasining yerim kechada o'rnidan turib, Allohga nola qilib yig'layotganligini anglab qoldi. Yo'qsizlik va sarsonlikning rahimsiz nashtiri jinidan o'tgan Atxon shu kun kecha uxlay olmay Allohga tevinib mundoq degan edi: "Alloh, benden lazım bo'lsa qo'y go'shida boqqin. Odam yaxshi yemasa, yaxshi kiymasa, yaxshi ot minmasa, kechini yaxshi o'tkazmasa, bundoq odamning dunyoga kelganligining nima foydasi? Oh Makka, mendagi hech nimasi yo'q sarson odamni qachonmi boy qilib qo'limni pulga, og'zimni oshq to'ydirasan." Dadasining nola faryodi Akbarning ko'nglini ezivatdi. Uning uyqusi qochdi. Bu kunlarda Akbarmo ro'yi chiqib ketgan odamdek garang va xomush bo'lib qolgan edi. Akbar yurtga qaytolmaydiganligini har qancha qilibmi ko'ngliga sig'dira olmaydi. Ko'nglida hamisha yurtda o'tgan sho'x, g'amsiz,
xiraman kunlarni, anasını, ağaç sığınlarını, hoşnu qulunlarını, dost ağinlarını, aşı yeşil zimin, illik havalık tang seherlerini oylap, öpküs bulup, ixtiyarsız halda öz-özüge sual koyattı. Bu judalık men üçün boldu he? İnsan baxt saadetke eriş üçün muşundaq muşaqqatlarni, hicran azabını tartış gerekmi? Nerede o baxt? Əhbərinin kallasıda birli nərsi hüküm süretti. Azab ve hicran bilen ötüvatkan bu hayatni qandaq toluqlaş gerek. Qandaq bir sabır taqat bilen uzaq yıllarını ve yıraq kelgüsünü ötküzgülü buludu. Bu suallarının cevabı Əkbər üçün açıq, nainiq ve xuddi tüy yoq anda qapqaranı idi. Dadısının bayıqı yığısı ve nalisi onu texini ümitsizlendirip, çeki yok azap denizi g'arq qilib etdi. Əkbər her qancha qilib mu özünü tutolmadi. İşçi açıqqa to'shdi. U chapinni beshig'i purkab, dastlab esadab, keyin o'rab yig'lab etdi. Atxon cho'chib ketdi. U birer kütülmegen iş boldu mu nima degan ansizlik bilan Əkbərni o'ziga tartib, bosh ko'zini sildi va huduqib: "Balam, Əkbər, nima bo'ldi? Bir narsa chiqib oldimi? Qora bosdimi-ya?" deb so'rab ketdi. Əkbər yig'isini tast to'xtatdi va dadisining quchog'iga beshini qo'yib, esadab turib mundaq dedi: "Dada, biz hozir suv g'arq bo'lgan odamga o'xshab qoldik. Birer qirg'oqni inshallab har qancha o'lsakmi, put-qo'limiz ojizlashib yana cho'kib ketyapmiz. Ko'zimizga na qirg'oq, na sahil ko'rinmaydi. Biz mushundaq sarsonlikda o'lib ketadigan o'xshaymiz. Biz o'lgandan keyin bizni yotlaydigan birer odam chiqmaydi. Dada, anam och singillarim ne dedi? Xudo, nima baq ig'ir kunlar bu?" Atxonning yuragi yana esildi. Shu tapda o'zini go'yo qorong'u, sovuq qonga tushib ketayotgandek, shundoq bechora va iqtidorsiz sezdi. Lekin u hozir o'zini bo'lishiga qo'yib etib, qo'g'lig'i hamdam bo'lib, uning bilan billa noli faryod cheksa hargiz bo'lmaydi. Yosh bolaning ruhi tushib, yuragi zaxmi yeydi. Xuddi qanatiga o'q tekkan qushdek erkin ucholmaydigan, hatta o'zig'ima qaytib qo'nolmaydigan bo'lib qoladi. Shuni Atxon darhol o'zini tutib olib, burunqi tamkinligi va salobati bilan mundoq dedi: "O'g'lim, ko'nglingni buzma. Shukr qil. Shukrning tegi oltin. Banda niyat qilgani bilan insonlarning ro'yobga chiqmog'i Allohga bog'liq. Shukr qilmaydiganlar bu dunyoning maishatini deb, biz bo'lsak u dunyolik savobini ko'zlab o'tyapmiz. Biz Allohning mulki o'g'lim. Yana Alloh tarafga qaytimiz. Hargiz behuda xiyollarni qilma." Tash pallampay ostidagi kichkina qorong'u bo'shliq bugun ota bola ishkaylarning ana shundoq noli pig'oni, shukr tasallisi va mehr muhabbati ichida o'tib ketdi. Atsi juma namozidan keyin Əkbər yana sirtga chiqdi. Maqsadi Takiy Misriya xoniqasiga berib, kashlik yeydigan bir narsa tepib kelish edi. Əkbər haramdan bir oz yiroqlashib, Al-Hamdiya degan yerga kelganda, u yerga to'plashib olgan nurg'un odamlarni ko'rdi. Əkbər mo qiziqib, to'p ichiga qistilib kirdi. Kang maydonning o'ttirsiga Mahkimiya shar'iy deb xat yozilgan taxti bilan bir necha qozi, kalon va kalla kesar jallodlar yurishadi. Shularni ko'ribla Əkbər bu yerning jazo maydoni ekanligini bildi. Demisimi, bu yer har kuni juma podshohlik qonunini ijro qiladigan mahkim shar'ining jazo maydoni edi. Bu yerda ming'an kishilarning ko'z oldida qotil bilanchilarning qonisi ilinadi. O'g'ir yanchiqchilarning qo'llari kesiladi. Jon va qon bilan hapilishadigan bundaq surlik,
mudihish vazifani ota buvisidan tartib mushundoq ishni qilib kelgan podshohning qo'llari ado qiladi. Ular nihoyat yo'g'on, dastlik bo'lib, qaram ham talvi edi. Kishilarning bo'yniga qilish urganda qo'li titramaydi. Ko'zimi mat qilib qo'ymaydi. Akbar bu yerda turish yoki ketish ustida ikkilanib qoldi. Turay desa, ile kalli kesilganda qo'rqib ketishi, hatto o'zini tutib ololmay varqirab selishi mumkin edi. Ketay desa, asadin ko'rib baxmagan bu yengillikni ko'rgisi kelyotdi. U shu xiyollar bilan bir qarorga kelolmay, xeyli vaqtni o'tkazibdi. Angacha maydonda odamlar ko'payib, Akbar qaytay desimi, qaytolmaydigan ahvol shakllanib qoldi. Akbar amalsiz sapning oldidan o'rin tutib o'ltirdi va beshini ko'tarib oldiga qaradi. U yerdagi minbarda ustixonliq, o'ttiri bo'y, bomba saqilini yaxshi qitatlagan taqir bosh bir odam o'ri turadi. Atrofdagilarning uningga hurmat takalluf qilishidan bu odamning cho'ng qozi ekanligini belgilab bo'ladi. U haqiqiy ko'zlik oltin uzuk selingan so'l qo'li bilan saqilini silab, o'ng qo'lida sarlijonni chin tutgan edi. Sallisiz siydam beshi oftobda parqirab turadi. O sarlijonni o'yintib turib, yo'g'on bom ovoz bilan mundoq dedi. Haloyiq, quloq solinglar. Alloh taolo bandalariga yo'l ko'rsatgich Qur'onni nozil qildi. Allah Qur'onda yaxshilik va yomonlikni ko'rsatdi. Allah shariatga muxolif ishlarni qilishni ma'ni qiladi. Allah musulmonlardan izzat hurmatini saqlashni, ma'ni qilingan har qanday ishni qilmaslikni talab qiladi. Shariat muqaddas, u Allohning irodasi bo'yicha bo'ladi. Yaxshilik savob, yomonlik azob hamma yerda bor. Qozining so'zidan keyin maydonga oltaylarni yolib elib kelishdi. Ularning chas saqili o'sgan, kiyimlari sangul-sungul edi. Taq turqidan qancha yoshlarga kirganligini darhol ta'minlagili bo'lmaydi. Ularning orasidagi ikkisining o'ng qo'li beg'ishidan yo'q edi. Akbar yenidikilarning o'zaro qilishayotgan paranglardan bu ikkisining burun mush yerda bir qatim o'ng qo'li kesilganligini, to'g'ri qilmay yana o'g'irlik qilganlik uchun bugun so'l qo'lining kesilib, ikki qo'li yo'q miyibga aylanganligini bildi. Akbar bu shum peshoni bechoralarning shumshib ketgan miskin qiyofatlariga qarab, ya ish og'irtishini, ya la'nat o'qishini bilmay o'tirib qoldi. Ish og'irtay desa, hozir ular shariatning jazosini kutib turgan osi ozg'unlar edi. La'nat o'qiy desa, ularmi tirikchilik yo'li topolmay, ochlik va yo'qsizlikdan amalsiz mushundoq la'natkarda ishlarni qilib qo'yganlar edi. Tuyuqsiz anglangan echinishlik bir varqirash ovozi Akbarning xiyolini bo'lib cho'chitibdi. U ikki beshini ko'tarib oldiga qarab edi, o'zidan bir necha qadam neridagi toshliq yerda qonsirab, lipildab yotgan bir qo'y panjisini ko'rib shurkinib ketdi. Akbar texi esini yig'ib olmay turishiga, ikkinchi o'g'rining o'ng qo'lini ko'takda tortilib, ko'zni yumib ochkicha oraliqda beg'ishidan kesib tashlandi. Kesib tashlangan qo'l yana shu tashliq ustiga paqqada tushib, Akbarning ko'z oldida qonsirab tortishib, lipildashga boshladi. Qo'li kesilganlar echinishlik varqiraydi, bo'zlaydi. Elqi g'alit kiyimlik suryaman dastlik jallodlar bo'lsa, xuddi sho'rib selish uchun qo'y yoki kala go'shtlarini parchalavatgan qassobdek parvosiz xiraman edi. Akbarning yumron sabiy yuragi bundoq rahimsiz, qonliq ko'rinishga bardoshlik berolmadi. Uning ustiga vahimlik bir xiyol kallasiga kirib olib, uni texmi qattiq qo'rqinish va surib esib ketdi. Akbarmi bir necha kunning oldida mush qo'li kesilgan o'g'ri yanchiqchilar qilgandek uyatliq xufiyona ishdan ikkini qilgan edi. Birisi Navoiyga bir nonning pulini berib, uning diqqatsizligidan ko'zini g'alat qilib, ikki nonni elib ketgan edi.
yana birisi xaridorlar ko'plab kirib chiqib turgan bir nevi dukkanidan chaqqonlik bilan ikki olmani o'g'irlab sirtga chiqib yegan edi. U shu chaqda o'ziga o'zi: "Agar bu nonni olmasam, ochliqdan yo dadam, yo men o'lishim kerak. Lekin bizning behuda o'lishimizni Xudo ravo ko'rmaydi. Ikki olma degan nima edi? Men yurtimda har qanday vaqt kirsam to'yg'uchi meva yeyalaydim. Bu yerda meva yemaganimga necha oylar bo'lib ketdi. Kichkina ketib boqsam nima bo'pti? Xudo xolisa pul topganda ularning haqqini boshqa yo'l bilan cho'qim qaytarman." deb tasalli berib fatvo to'qigan edi. Lekin hozir o'ylab qarsa, Xudo Akbarni cho'ng saqlabdi. Agar biror yerda tutilib qolgan bo'lsa, uni mush o'g'ir yanchiqchilardek bu surlik jazo maydonida jazoga tortib, qo'li kesilmasmidi. Ya Rabbim, u chaqda Akbar bu yo'ruq dunyoda qandoqmi bosh ko'tarib yuralaydi? Yurtqa qaysi yuz bilan bora olaydi? Onasi urug' tuqqunni al-og'inlar oldida nima deydi? Erni nus o'ltirmamdi. Voy Xudoyim, Akbarni Xudo Rasululloh ota-onasining duosi bilan saqlabdi. Allah onunga kengchilik qilib, o'z karomati bilan bugun mush jazo maydonini ibrat qilib ko'rsatibdi. Akbarning yuragi tortishib, badaniga titrak o'lashdi. Endi uning hech narsani ko'rishga hapilis qolmagan edi. Go'yo birisi hozirli Akbarning ismini chaqirib, jazo maydoniga tortib chiqadigandek, heliq surlik jallodlar uning qo'lini ko'takka besib, "Non o'g'irlagan, onni o'g'irlagan qo'ling mushumo" deb kesib tashlaydigandek bir xil vahima va ansizlik uni alohzada qilib atgan edi. Shunga Akbar asta o'rnidan turdi. Kishilar orasidan sug'urib, nihoyat tasti sirtga chiqdi-da, o'zini bir tomning daldisiga elib, muhtib o'ltirdi. Uning boyiq titriki tehi besitmagan edi. Akbar shu holatda taki Misriyaga berishni unutib, heliqi jazo maydonidagi ishlar paq-paqiz tugab bo'lguncha oshtamning daldisida o'ltirib qoldi. Anlavatqanlar, beli qutordan oltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ular bugun haramdan qo'g'landi. Jarubkashlar cho'ng tozliq qilib etib, ularning tosh pallampay ostidagi xilvat uvusini sezib qoldi. "Bu ya makonsizda panohlanadigan dang emas", dedi soqol burdi yo'q ko'sa bir jarubkash qaynab. "Bu yer namoz o'qib, Allohga ibodat qiladigan Xudoning muqaddas uyi. Bu yerning tozlik, amonlik ishlariga chatoq chiqsa, sizlar eg bo'lamsizlar?" dedi yana bir jarubkash qo'lidagi supurgining uzun dastasini yerga urib turib. "Bularni mutavallining oldiga qo'yayli." "Bo'ldi, qo'ya", dedi heliq ko'sa jarubkash. "Ishni avutib nima qilsa? Bular ya til bilmasa, nega gapirsam shundoq bo'shib turdi shu. Nima? Darhol bu yerdan chiqib ketinglar." Atxon bin Akbar laqluqsini yig'ishtirib haramdan chiqdi. Ularning ko'z oldida yana shu sukunatga cho'mgan, issiqdan yelinjab turgan qoqos shahar ko'chalari quchoqqa ochdi. Do'konlar ochiq edi. Savdo setiq ishlari qizg'in ketib atdi. Oli yeshil soyvallarning ostida ba'zilar choy ichib, meva yeb, ba'zilar takini egiz qirlab, xo'rtuldatib chilim tortib, huzurlanib yetishatdi. Cho'ng ko'chaning so'l qanot burchigida to'ga, qechir va eshaklarga yuk ortib kelgan karavonlar turardi. Ularning ba'zilari Iroqdan Paris gazmonlarini kelgan edi. Ba'zilari Yamandan isriq va xushpuroq buyumlar, har xil dori darmaklarni kelgan edi. Karvonning atrofiga o'lashgan 7-8 odam mollarni ko'rib, baho talishib, varang-churun qilishib ketdi. Atxon bilan Akbar hech narsaga pisand qilmay xomush ketib. Ularni hech narsa qiziqtirmaydi. Hatto tog' bag'ridagi g'alit shakllik, g'oya so'r qo'ram toshlar bilan atrofdagi egiz-past uy imoratlar o'zaro singishib, giralishib, faqat mush shaharga xos ko'rkam manzarani hosil qilgan bu qadimiy,
sehrli ko'rinishlarmi ularning diqqatini tortolmadi. Ular hozir nishoni va manzili yo'q bu mushkul safarni qachon, qayerda oxirlashtirishni o'ylab beorom bo'ldi. Beorom bo'lgan siri madoridan ketib, put-qo'llari lakaslab qolgan edi. Akbarni yiqi tutdi. Xo'rliq, miskinlik va ich-ichidan o'rtab chiqayotgan hijron, hasrat, nadomat uni yalmab yutib atkala tas qilgan edi. Uning yosh va tuyg'un yuragi tunji qitim vatansizlikning dardini cho'nqur his qildi. Akbar dunyoda inson uchun eng qimmatli va eng qadrli narsaning yurt vatan ekanligini bilib yetdi. Chunki inson azaldan yurt vatansiz yaratilmagan. Dunyodagi har qanday insonning yer sharining ma'lum yerida vatani bo'ladi. U shu vatanni chin yurgidan suyadi. Odam yurtidan ayrilsa, g'erib musofir bo'lib qoladi. Ko'ngli sunadi, qadri tushadi. Shunga har qanday odamning tili vatan deb so'zlaydi. Yuragi vatan deb so'qidi. Har qanday odam o'z vatani, o'z ahli ichida aziz bo'ladi. Shunga ko'nlarmi yaqi yurtning farishtasidan o'z yurtining jini yaxshi deb bekor aytmagan. Yurtidan ayrilgandan buyonqi har xil taqdir qismatlar kichikgina Akbarning sabiy yuragida ana shunday his tuyg'ularni uyg'otdi. Bu his tuyg'ular o'z navbatida yana uning umrining har bir daqiqasini yurt vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat bilan chambarchas bog'labdi. Demismi muhabbatsiz, dardsiz yurakka vatan sig'maydi. Vatan dardi, vatan muhabbatida yashagan yuraklar insonlarni suyadi, insonlar uchun kuyunadi. O'z yurtini, o'z xalqini suymagan odam hech qachon o'zga yurtni, o'zga elni suyolmaydi. Begona tuproqqa mehrimi qo'ymaydi. Aqlsiz qushlar chig'ida qachonlardir o'zi ko'z ochgan kichik va tijarga hamon bir kuni qaytib keladi. Her baharda uyinizning peshayvonida o'v solgan kichik jonivorlarni ko'rasiz. Ular ming yiroqlardan uyingizni adashmay tepib kelalaydi. Mana shuningga o'xshash aqlli inson tafakkurimi har qancha yillarni, ig'ir kulfatlarni eshib, o'zining tug'ilgan xoki tuprog'i vatan yurtga qarab intiladi. İnsanlardagi bu intilish abadiy va muqaddasdir. Akbar qaynoq bozor bo'lib atgan ko'cha rastalarida ketib o'tib, ko'ziga yosh olgan holda ana shularni o'yladi va hasrat bilan o'z-o'ziga shivirladi. O'z yurtida bag'rini ona tuproqqa yiqib, tinch va xotirjam turmush kechirayotganlarni haqiqiy baxtlik desa bo'ladi. Mening turmushim bu yot zamonda muhtojlik va sarsonlik ichida o'tib. Mening ko'nglimni ko'taradigan narsalarning hammasi yiroqda qolgan. Ah Xudo, men bunda xo'rliq, sarsonlikda o'tayotgan turmushimni yana davomlashtirishni xohlamayman. Mubodi yana shunday ketaveradigan bo'lsam, azob ichida o'lib qolmam demak. Ota-bola ishkaylan Makka ko'chalarida xuddi yipi uzilgan laglakdek u yoqqa chayqilib, bu yoqqa chayqilib, oxirida Musfila degan yerga kelib qoldi. Bu yer oldi kankatgan qumluq saynasi bor, xeyli cho'ng mahalli edi. Ular qumluq saynani kesib o'tib, bir-biriga yondab selingan uy va do'konlarni oralab ketayotganda, birsining "Assalomu alaykum" degan yaqinlik ovozi anglandi. Atxon ittik burilib yonga qaradi. Ishik va ram keshaklari ko'ni tunki bilan qoplangan. Dariyasidagi aynak o'rniga qalin simtor tartib qo'yilgan bir do'kondan bir odam kulib turib, ochiq chiroy ko'rindi. "Yo'l bo'lsin tuqqanlar", dedi u do'konning eshigini yanami cho'ngroq ochib. "Yuk taq ko'tiryapsizlar-ku?" Atxon salomga javob bergandan keyin ulug' kichiktinib mundoq dedi: "Musofirning yo'li qorong'i bo'ladi ekan,
Näge berip, näde turşymyzy bilmey qıyıp yürüymiz. Rabatqa berişmilimi? O yerde yatak bağı. Dedi hiliqi odam ularga yo'l ko'rsatgandek talaffuzda. Badoq ukam, u yergimi badoq? Dedi Atxan ko'ngli yerim bo'lgan holda. O yerde muqoqlaşdı. Adem degan taşdın mahkam, güldün nazik gül närsken. Bolmasa beşimizge kelgen külpetlerden biz qurup qaqşal bulup ketsek bolatdy. Atxan ötkende bo'lgan ishlarni qisqacha tushuntirib o'tdi. Uladımı insaf qalmadi. Heliq odamning ochchig'i kelgandek bo'ldi. Hech tugesh bilan Allah haqlarni qo'g'laydi. Chiqim ketidi deb yatqizmaydi. Mundaq bo'lsin, dedi u ichi og'irgandek yuztashliq bilan. Hammamiz bu yurtga musafir. Musafirning g'imini musafir yemiz kim yeydi? Birer makon topqicha oti bola bizning uyda turib tursizlar. Kapimiz kichik bo'lgan bilan ko'nglimiz kam. Ko'ngling rus bo'lsa, satmimi ayvon saroyi degan gap bor-ku. Kutilmagan bu shafoat Atxan bilan Akbarni qattiq hayajonga soldi. Hayajondan ularning og'zi gapga kelmay, rahmat, yaxshi ko'ngillarga rahmat degan gaplarni liqiladi. Shu turqida ular go'yo qorong'u zulmatda yo'ldan ezib qolgan odam tuyuqsiz bir yorug'likni ko'rib, umidga to'lgan yoki shiddatli iqimga tushib ketgan odam tuyuqsiz bir qulvoqqa erishib, hayotlik sohilini ko'rgandek tatliq his tuyg'ularga cho'mgan edi. Ular do'konga kirdi. Uzunligi 4 qadam keladigan tor va qorong'u bu do'konning orqa tarafi uy. Uyning ichida yana bir qoznoq bor edi. Do'konda temirchilik qiladigan o'choq, sandal va bolqi qalam degandek narsalar qalaymaqan chechilib yotadi. Bir bo'lingda bo'lsa, yangidan qo'ldan chiqqan 20 dak taxtimish dövlab qo'yilgan edi. Uyda xurma yog'chidan yasalgan bir karvat, bir parcha nimkash gilam, bir sanduq va 2 o'rindiq bor edi. Bir bo'lingda qozon, cho'gin va qoradab datlashib ketgan bir dona kirsin o'choq turadi. Mening ismim Bektemir, dedi heliqi odam o'z sarguzashtlarini bayon qilib. Yurtum qag'iliq. 3 yil burun dadam bilan hajga chiqqan. Dadam haj jarayonida yurak kesili qo'zg'alib o'lib ketdi. Mo'shtog'ning bag'riga yerlik ko'lab ko'mib qo'ydim. Keyin yurtga qaytish oldida oxirgi qatim 5 oy chiqib Qur'on o'qib, duo tilovat qilib o'ltirsam, tog'ning ustidan 3 odam tushib keldi. Ularning usti-beshi yerim yalang'och, chiroyi surli ekanmaynet edi. Ular men tarafga keldi. Turqidilla yomon niyat ekanligi ko'rinib turadi. Ular kelibla meni bosmoqda bo'ldi. Men xuddi sarning changiliga tushib qolgan cho'jak tipirlab qoldim. Ular jonga turamsam pulg'imi degan ma'noda gap qildi. Va mening bir narsa deyishimni kutmasdan kiyimlarimni soldirib, oqtirib, yurtga qaytish uchun tayyorlab qo'ygan bar yo'q 10 tillarni elib, meni yo'g'on bir toshga bostirib qo'yib ketdi. Men kashkirgacha osh toshning ostida qoqshab yotdim. Tog' orasidan yilon chiqib cheqib olamo deb qattiq qo'rqdim. Xudoga shukr, bir chaqda tog' tarafdagi so'qmoq yo'ldan bir o'tinchi keldi. O bir yudi quruq yo'lg'onni dumbisiga ortib olgan edi. Men qattiq varqiradim. O'tinchi ovozimni anglab men tarafga keldi va toshni asta-asta qo'zg'itib meni chiqarib oldi. Butun badanim urib chiqayotgandek sirqirab oqriydi. Mang'udak madorimmi yo'q edi. Shundaqdimi, heliqi o'tinchiga agishib, aron taslik shaharga kirib oldim. Shu kundan boshlab menmo yo'qsizlik, sarsalliqning dardida baqiylandim. Qaytay desam pul yo'q. Bu yerda turay desam makon yo'q. Bir mazgil oshxonlarda yunduxo'rlik qildim. Navoiyxonlarda nimkor ishladim. Keyin o'z oldimga qassoblik qilib, oz to'lib pul yig'dim. Shuning bilan yurtga qaytishga niyat qilib, safar taraddudini qildim. Lekin kim bilsin, meni yana peshkanlik bosdi. Bir kechida kasal bo'lib yetib qoldim. Tonish bilishlar doktorga olib bordi. Qarasam bezgak kesili bo'lib qopdimi? Bu yurtda bezgak kesili ko'p bo'ladi ekan. Shu yotqancha birer oyda yetib ketdim. Safarga tayyorlagan pulim doktor bilan doğruga ketdi.
Şu çağda ba'zilar menga dadangning ruhiyasini ketkizmayyotidu. Uning tuproq beshi yolg'iz qoladi. Sen uni tashlab ketma degan maslahatlarni berdi. Shuning bilan yana bir mezgil qassoblik qildim. Makonsizlik jinimdan o'tib ketibdi ekan. Aldı bilan topgan pulimga mush uyni setib oldim. Ondan bu yerdagilarning tashabbusi bilan temirchilik do'koni ochib taxta mushuk yasadim. Bu hunarni kichkimda biror yil o'rgangan edim. Toza oqdi. Taxta mushukni yasab ulgurtolmaydigan bo'ldim. Bundaq narsa bu yerda yo'q ekan. Hozirmi uni yeza, shahar-shaharlardan kelib aktidu. Hal kunim yaxshi. Bir necha qatim yurtga qaytishga tamshaldim. Lekin yanıla dadamning beshini yolg'iz tashlab, g'ayrat kepan qilib qo'yishga ko'nglim unimadi. Mana bu yil 32 yoshga kirdim. Texicha uy o'chaqliq bo'lolmadim. Oxir bu yilgi hajdan keyin cho'qim yurtga qaytib beshimni o'ngshayman deb niyat qilgan edim. Kim bilsin, hajdan keyin yo'l taqaldi degan shum xabar tarqalib, kishilarni umidsizlikka solib qo'ydi. Odam degan shundoq narsa ekan. Ko'zini hamisha osmondan uzmay yashig'ini bilan jismi tuproq ta'alluq bo'ladi ekan. Bu tuproq amaliyotda bizni oprida qilib o'stirgan osho ona tuproq. Shunga ota-bobolarimiz kishining yurtida paxtada yotgandan o'z yurtingda taxtada yotgan yaxshi deb noit to'g'ri aytgan. Ular shu kuni yerim kechigacha o'pdan mundishib sirdashdi. Xuddi yaxshi do'st ko'ngilning mo'risi bu mo'ridan tatliqnimi, achchiqni chiqarg'ili bo'ladi degandek, necha vaqtdan beri yuraklarida yig'ilib qolgan dardlarini to'kishib, ishqarnini bo'shatib oldi. Keyin Begdumir qaznoqni bekorlab, heliqi nimkash gilamni shu uyga silib, Otxon bilan Akbarga o'pdan chayraslab berdi. Ular 2 haftadan buyon mana bugun tunji qitim o'z uyida yotgandek put-qo'llarini ozoda sunib, tatliq va g'amsiz uxladi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Sarson nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.